Tuanda men bir butun betninki UI'siningki qismiy bo'laklarininki loyihalanishini so'zlayman. Ham har bir qismiy bo'lakni loyihalab bo'lgandan yoqi HTML kodida programmasining yozilishini va betda o'rinlashtirish shakllarini tafsil tushuntirib o'taman. Davos biz Photoshopda birinchi bo'lib shu betninki UI'siningki qismiy bo'laklarini loyihalab chiqaylik. Eng avval biz betninki usti qishini loyihalaymiz. O'xshashlar men fayllashidan yangidan bir hujjat qurdim. 779 da 459 px oldu. İçib olgan betdan men 2 santadan orliq tashlab qo'yay. Chunki biz betninki umumiy qurilmasini ishlamaymiz, ya'ni qismiy bo'lakni ishlaydiganligimiz uchun 2 santadan orliqni tashlab qo'yay. Ondan keyin shaklsiz quroldan diktat bilan shaklsiz qurolni ilib buni belgilab olaman. Men betning qishini odatda 99 belgilayman, 89 belgilasam bo'ladi, muvofiq 99 px da 551 px qilib belgilab qo'yay. Ondan keyin mushu jismninki oxir ko'rinishini oq rangli qilib belgilay. Oldi ko'rinishga rang tanlab, sal qiyinroq qilay. Ondan oxir ko'rinishga alif delayt bilan to'kib bersam, mening sızgan shaklim aniq chiqadi. Men mushu shaklga betninki izlash, tizimlitib kirish rayonini belgilamoqchi. Hem odatda nurg'ilgan tor bekatlar va tor bekatlarninki har birisininki o'zining umumiy qurilmasiga asosan bu o'rinlardagi UI o'xshamaydi. Yani loyihasi o'xshamaydi. Bizmi o'zimizning tor betininki umumiy qurilmasiga qarata olamiz. Masalan, Google, YouTube degandek tor bekatlarning nihoyat oddiy. Abonent ko'p tor bekatlarning ko'pinchasi oddiy loyihalanadi. Chunki qancha qulay ishlatishlik bo'lsa, shuncha yaxshi. Bizmi buni bir odatga tor bekat qilib qurib chiqaylik. Mushu diktat bilan shakllik yo'l qurolini ilib cheksam, boshliqqa birini cheksam, buningki razmerini bekitish o'rni chiqdi. Men buningga 99 px da 99 px lik bir razmer bekitdim. Bekitgandan yoqi buningki oxir ko'rinishini yoki ichki to'ldirilgan rangni qiniq ma'vo xil rangga olay. Ondan buni tanlab eklab ma'vo rang o'rinlashtirdim. Sizlar betninki ustida turish kerak. O'rinlashtirib bo'lgandan yoqi qarsam, buningki Y63, mening 63 ga normal o'rinlashibdi. Men buningga endi shakl tanlash qurolidan buning munosabatli shakllarni tanlayman. Masalan, izdashga munosabatli bo'lsa, izlash ko'nikmasini bekitdim. Ctrl T dan foydalanib, buni o'lchamli qilib bekitdim. Jazmlashtirdim. Jazmlashtirgandan yoqi buning o'rnini tanglab qo'yay. Muvofiq o'ringa o'rinni tanglashdim. Bu bizningki izlash qarta o'rinlashtirgan UI'imiz bo'ldi. Ondan keyin men mavi oq rangni ilib, Ctrl T bilan sharliqcha biroz kichiltay. Jazmlashtirdim. Ondan keyin buni Ctrl G bilan bir nusxa ko'paytirib, ko'paytgan nusxamni ma tarafga yo'tkay. Yo'tkab olgandan yoqi buning ichiga to'ldirilgan rangni qiniq ma'vo xil rangga oldim. Ilib buningga shakl tanlash qurolining ichidan tizimlitish shaklini tanladim. Qo'polroq ekan, shundaqdan buni olib qo'yaylik. Bo'ldi. 33 px olsun. Jazmlashtirdim. Ichiga to'ldirilgan rangni oq rangli qildim. Ondan keyin buningki o'rnini tangshay. Cho'ng kichikligini muvofiq tangsak bo'ladi. Tangshab bo'lgandan yoqi men betninki ust qismidagi mushu tizimlitish rayoni bilan izlash rayonini o'rinlashtirgan bo'ldim. Hamda tizimlitish rayonida cho'qim bir a'zoninki tizimlatganlik shakl bo'lishi kerak. Men bu shaklni ilib, ya'ni alt ko'p taraflikni ilib, bundan 3 taraf deganni tanlab, yoki birini urdim. 33 biroz cho'ngib ketdi. 9 ta 9 olsun. Jazmlashtirdik. Ondan keyin buni Ctrl T bilan tanlab, buning gradusini -90 qilib aylantirib berdim. Jazmlashtirdim. Jazmlashtirib buningki o'rnini yo'tkayman. Yoki yo'tkidim. Ondan keyin diktat bilan shakllik tanlashdim jinilib, mushning cho'ngligida bir shakl sizma, yo'l shakldan. Ichiga to'ldirilgan rangni oq qilib beraman. Buni ustiga surma. Chipsilishib chiqsin, chunki biz buni DIY bilan biriktiramiz. Ondan keyin yana shu diktat bilan shakllikka shaklsiz quroldan birini ilib, buningga muvofiq cho'nglikdagi bir dona diktat bilan sizma. Siziqning rangini sal susroq bir rangga tanladim. Siziqning cho'ngligini 1 bit qildim. Egizlik 41 px, kengligi 227 px bo'ldi. Ondan keyin bulonlarni 5 px aylanma qilib etdim. Ondan musholat turib, knopka taqsining Ctrl G ni bosib buni bir nusxa ko'paytib, buni ostiga biroz surdim. Bu ikkisini tanlab, mav qurolni tanlagandan yoqi buni o'ngga to'g'rilab qo'ydim. Ikkisi teng o'rin to'g'rilansin, biroz orliqni surayli. Chunki ikki tarafdan teng orliq qilmabdi.
Ondan keyin yana mush tik to'rt bo'lgan shakldagi shakl sizish qurolini ilib bu yerga bir dona tik to'rt bo'lgan sizdim. Buningga sol taraf üstü bulungni 7px birlik aylanma qilib qo'yay. Ondan ichiga to'ldirilgan rangni bu tanlab bergan rang bilan o'xshash qilaylik. Qaysi o'xshash qilsak bo'laveradi albatta. Tekst qurol orqali bu yerga kirish deb xat yozib olay. Uyg'urcha yozaylik. Xatning rangi oq rangli bo'lsin. Xat nusxasini Uyg'urcha xat nusxalaridan birasiga tanlaylik. 15px xatninki shakllarda o'zgarish bo'lmasin. Jazmlashtirdim. Ondan keyin bu xat va qavatni tanlab bu yerga berdim. Kirish degan xat bo'lsin. Yana shu tekst quroli bilan unutildim degan xatni yozib qo'yay. Unutildim bo'lsin. Xatning rangi hamda ma'voq rangda bo'lsin. Jazmlashtirdim. Xatnim oldim, mayaga kelay. Am bu ikkisininki nima kirgizganligini bilmadik biz. Shuning uchun buningga yana oldim. Buni biz 39px egizlikda, mana 41px kenglikda qilaylik. Ondan keyin bu ikki tarafninki aylanmasini men 7px deb o'rinlashtiray. Ichiga to'ldirilgan rangni biroz qiniq rang olay. Ondan keyin bu shaklni yo'tkab berga keldim. Biroz cho'ntayla buni cho'ngaytib del joyiga tushaylik. 5px kan biz ma'ninkini biroz cho'ntallayaptik. Buni 5px qilib o'rinlashtirdim. Ondan keyin knop taqsidan Ctrl G ni bosib bir nusxa ko'paytirib buni mapasga kelib beray. Mushkul shaklda o'rinlashtiraylik. O'rinlashtirgandan keyin ondan shakl tanlash quroli bilan men birini bosdim, bosib 19 ta 19px qilib bir dona shakl chizaylik. Ichiga to'ldirilgan rangi oq rangli bo'lsin. O'rinni tangshaylik. Ondan keyin bu yerdan qulpni tanlab Ctrl T bilan shaklni biroz o'zgartirib qilib o'rinlashtirib qo'yay. Jazmlashtirdim. Jazmlashtirgandan yo'q qaysam bu xil shakldagi bir loyiha bitgan bo'ladi.